Assalomu alaykum, yaxshimisizlar qizlar? Bugun sizlar bilan mana shunaqa to'pperga gul teramiz. Bizga kerak bo'ladi shunaqa poke, keyin famiran kerak bo'ladi, keyin har xil gullar kerak bo'ladi, qaychi kerak bo'ladi, pistolet guli, kesadigan kerak bo'ladi. Qiladigan ishimiz pokemizni to'pperimizga moslab kesib olamiz yog'ochiga, keyin ustidan famirani konfet o'raganga o'xshab o'rab chiqamiz. Hech qayerda ko'rinmasdan pokagimizni yopilib turishi kerak. Bunaqa qilishimizdan maqsad quruq pokeni o'zini yopishtirib qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin u xunuk ko'rinadi. Pokeni o'zini yopishtirsangiz gul terganingiz bilan baribir ichlari ko'rinib qolishi mumkin o'tib ketib, pokaga terilgani bilinib. Shuning uchun sizlarga maslahatim, mana shunaqa yashil famirani olib olasizlar. 10 mingmi, 15 mingmi turadi. Olib, gul yasamoqchi bo'lsanglar, gullaringlarni xohlasanglar, tuvagingizni ustiga, masalan, zich qilib gul teradigan bo'lsangiz, tuvagingizni ustiga mana qilib yuborishingiz kerak. Og'ziga moslab kesib, mana shu famirani yopishtirib yuborasiz yoki mana shunaqa to'pperlarga, mana shunaqa pokengizni ustiga yopishtirasiz to'pperingizga, keyin uni ustidan gul terib yuborasiz. Mana konfet o'raganga o'xshab yaxshilab o'rab olamiz, ortiqcha joylarini kesib. Buni pokengizni kesishdan oldin to'pperingizni moslaysiz. Qatiga gul termoqchisiz, shu joyiga moslab pokeni kesib olasiz. Mana bu to'pperimizni plasmas joyi bor-ku, shuni enini o'lchadim, shunga moslab kesdim. Pokeni kesib oldim. Tagidagi anaqasi, podstavkasi deydimi, u sal uzunroq ekan eniga. Shuning uchun men tepadagi to'pperimizni plasmasiga moslab, eniga moslab kesib oldim. Mana tayyor bo'ldi. Endi buni mana shunaqa kley yordamida mana shunaqa qilib yopishtiramiz. Mana yaxshilab yopishtirib birpas ushlab turasiz qotguncha. Bu bemalol yopishadi yog'ochga. Mana tayyor bo'ldi. Endi bunga gul teramiz. Birinchi mana famirani yopishtirdim deb aytyapman yana bir marta. Bunga gul teramiz. Mana birinchi mayda gullarimizni olamiz. Xohlagan gulingizdan terib yasasangiz bo'ladi, o'zingizni fantaziyangizga qarab yasaysiz. Birinchi sizga maslahatim, kesib olasiz, mo'ljallab kesasiz, razmer olasiz. Prosta birinchi gal tiqib chiqasiz, shu kesib, mo'ljallab tiqasiz, keyin oxirida uchiga kley surib yopishtiriladi. Mana men mo'ljallab ko'rdim. Ikkita tarafini g'uncha qilib anaqa gullarimizni joylashtirdim. Mana bitta g'uncham bor edi, uni chetiga yopishtirdim. Bu gulimiz to'pperga ham yopishadi. Ozgina bitta joyiga guliga mana bu joyiga ozgina kley surib, to'pperingizga boshini yopishtirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Shunda mahkam turadi. Bilinar-bilinmas qilib mana shunaqa qilib yopishtiramiz. G'unchasini chetiga yopishtirdim.